Mana yana bir 5 tali aka-uka. Bu qushimiz 6 ta tuxum qo'yib 5 tasini ochib chiqdi. Bunaqa natijaga qanday erishish kerak degan savolga javob beramiz. Qushlarni avvalo to'g'ri boqish kerak. Hozir qisqacha ma'lumot berib o'taman. To'liq ma'lumot YouTube kanalimda 1 yil oldin berib o'tganman. Qushlarni to'g'ri boqish uchun ularni rejimini to'g'rilash kerak. Ya'ni qushlarni o'zini organizmida biologik ritmi bor. Qushlar kuzi kuzligini, qishi qishligini, har bir faslni mohiyatini anglab turish kerak. Kuz va qishda qushlar dam olish kerak. Men o'zimni tajribamdan kelib chiqib shuni aytmoqchimanki, eng zo'r ko'payadigan vaqt bu bahor fasli. Bahor va yoz o'rtalarigacha qushlar zo'r ko'payadi. Kuz va qishda dam olish kerak va kun va tunni uzunligi tabiatdagidek hamohang bo'lish kerak. Tashqarida qachon qorong'i bo'ladigan bo'lsa, xonada ham xuddi shu vaqtda qorong'i bo'lish kerak va kuz va qishda juda ham baquvvat donlar bilan boqish kerak emas. Ular o'sha fasllarni his qilib, yengilroq donlarda yashash kerak va faqatgina ko'paytirish vaqtida bularga juda baquvvat donlarni, oqsillarni, tuxumlarni beramiz va kunni uzunligini uzaytiramiz. Meni qushlarim hozir ko'paytirish mavsumida 15 soat chiroq yoniq turadi bularning xonasida. 15 soatdan ziyodi bu qushlarning organizmiga juda ham zarar, qushlarni juda ham toliqtirib yuboradi. O'shaning uchun mana shunaqa jihatlarga juda ham e'tiborli bo'lish kerak va tabiat bilan hamohang boqish kerak.